Zavodskoy propan Kia Bongo so'raganmidingiz? Mana Andijon Xo'jobodli obunachimni Kia Bongo Zavodskoy propanlari zudlik bilan sotilar ekan. Mashinamiz 159 ot kuchi Zavodskoy propan va bunga qo'shimcha o'zini mana propani turibdi. 275 talik temir metani bor. Hozir mashina galavalarini hamma yo'g'ini ko'rdim. Narxini videoning oxirida aytaman o'rtoqlar. Sepkil bo'lgan, kraska toza, oldilari toza, yon tomonlari toza. Mana bu yerga mana ozgina kirib qolgan, tegizib qo'yilgan joyi bor. Kabina but-butun zo'r holatda. Asosan shaxsiy ehtiyojga yengil mashina sifatida ko'proq haydagan ekanlar. Xo'p, mashinani ko'ryapsiz, 70%, 80% oldi baloni, orqasi habilet, 90%, 100 desam yolg'on bo'ladi, 90%, ramlar hamma yo'q butun. Metan ruxsatnomasi olib qo'yilgan. Bortini qarang. Mashina mana tomoni o'ziniki, buni yaqinda qo'yib qo'ygan ekanlar orqa tomonini. 3 ton bo'ylab 2 ton 3 tonni yuk ortib kira qilmagan. Boshi shundoq bilinib turibdi, shaxsiy ehtiyojga minilgani, ya'ni tikka turibdi. Jigari ezilmagan. Sandiqlar bor. Bu tomon ham 100 deyarli, 90, 75 talik. Mana tagida ko'ryapsiz. Metani bor. Bu tomonlarni ko'rdim o'rtoqlar mana. Mashina sepkil hamma yog'i, kraska tegish kerak, yo shart emas, ishlatadigan odam uchun. Ichlarini ko'radigan bo'lsak, chexollar qilib qo'yilgan. Mashinamiz 400 metr atrofida sof yurgani, sidena sidi, bakovolari sidi. Azizlar, mashina butun ekan. Zo'r holatda, motor, korobka, zadniymi zo'r, yangi akkumulyator bosib qo'yilgan. Starterni yaqinda yangi qo'yib qo'yibdilar. Bu degani mashina 100% ga tayyor, oldi labolari ham hamma yo'g'i butun ekan. Ichlari chang holatda turibdi, lekin mana pechat to'lqin somon. Aytganimda mashinada umuman udar yo'q. Motor ishlashi, gaz bino olgan ekan. Azizlar, 2022 Kia Bongo motor qanaqa ishlaydi? Mo'yemayda ideal holatda ishlayapti mashina. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 2013-yil deyarli radnoy but-butun mashina $17,400 deyaptilar. Kam bor, faqat naqdga sotiladi. Yangi biznes boshlaganlar uchun оборотga pul kerak, shuning uchun sotyaptilar. Kimga qiziq bo'lsa, video ostidagi nomerini qoldiraman. Andijon Xo'jobodda mashinasiz, olasiz, haydaysiz. Shu mashina dizel motor 133 lari ham 14,5 atrofida sotilyapti. Hozir bunga motor, korobka, zadniy zavodskoy propanni bilasiz $4,5 atrofida o'rnatilyapti. Bu esa zavodskoy holatda azizlar. Mashina yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar va shunaqa zavodskoy propanni izlab yurgan tanishlarga ulashib qo'yinglar va albatta obuna bo'lib qo'ying.